O'zbek adabiy til mustaqil til sifatida 10-asrdan boshlab shakllanib keldi. To hozirgi kunimizgacha bu tilda ko'plab ilmiy, badiiy asarlar yaratildi. O'zbek tili grammatikasi mantiqli, tuzilishi oddiy, ammo so'z boyligi nihoyatda keng. Bu tilni o'rganish har bir tilshunos uchun foydali maktabdir. Fransuz tilshunosi Jen Deni. O'zbek tili qadimiy turkiy yozma yodgorliklarining tabiiy davomchisidir va u o'z tilini asrlar davomida saqlab qolgan kam sonli tillardan biridir. Ingliz turkologi Gerard Clausen. O'zbek tili turkiy tillar orasida eng rang-barang shevalarga ega. U tildagi boylik va xalq ijodining kengligidan darak beradi. Rus turkolog olimi Samoylov. O'zbek tili Markaziy Osiyodagi eng boy, qadimiy va madaniy jihatdan rivojlangan turkiy tillardan biridir. U xalqni, tarixini va ruhiyatini o'zida mujassam etadi. Rus sharqshunosi Bartol. Xorij olimlarining yuqoridagi fikrlaridan xulosa shundaki, o'zbek tilini boy, madaniy, mantiqli va tarixiy jihatdan chuqur ildizga egadirlar. Zero til millat ko'zgusidir.